Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, Limonchilik akademiyasi YouTube kanalimiz aziz obunachilari. Bugungi sanamiz 27-mart 2026-yil. Hafta kuniga juma, barchamizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Hop, hurmatli dehqon akalar, anchadan beri video qilganimiz yo'q edik. Chunki uydagi ishlar bilan 21-martgacha zaявkamiz bor edi, kesish. Undan keyin uydagi ishlar bilan bo'lib video qilolmadik. Xo'p, dehqon akalar, qisqa qilib video qilib sizlardan keladigan savollarga javob berib ketishga harakat qilaman. Albatta kanalimizda mehmonlar kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yasizlar. Videolarimiz manfaatli bo'ladigan bo'lsa, albatta like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab, mana shu limonchilik bilan shug'ullanadigan dehqon akalarimizga videolarimizni jo'natib qo'yasizlar. Videoni boshida aytib o'tib ketay. Telegramda kanalimiz bor, silkasini birinchi kommentariyada qoldirib ketaman. Uni nomi ham shu Limonchilik akademiyasi deb nomlanadi. Bemalol o'tib, rasmlarini, videolarini yuborib, savollarga javob olishlari mumkin. Demak, boshladik dehqon akalar. Xo'p, birinchi o'rinda mana sizlardan eng ko'p keladigan savollardan biri gullagan paytida sepiladigan vitamin dorilar haqida sizlarga ozgina qisqacha ma'lumot berib ketsam. Bu yer Qo'qon zonasiga kiradi. Feruzbek akamning xonadonlari kelib, men o'zim 2 yildan beri abreskalarni qilib beryapman. Hozirgi holatlarini sizlarga ko'rsatib ketaman. Demak, gullagan paytida sepiladigan vitamin dorilar haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib ketadigan bo'lsam. Xo'p, dehqon akalar, limon daraxti bilamizki, gullari ikki jinsli, ya'ni erkak urg'ochi bo'ladi. Erkak gullarini vazifasi faqat urg'ochi gulini changlatib berish va undan keyin to'kilib ketadi. Ya'ni ish faoliyati tugaydi, nobud bo'ladi. Urg'ochi gullar esa ushlagandan keyin, ya'ni g'o'ralagandan keyin mevani boqish, shu yiriklatish, xullas davom etib ketaveradi. Demak, bu paytda shu berilgan pastiga berilgan ozuqalarimiz vaqtida berilgan, ya'ni vaqtida berilgan ozuqalarimiz bo'ladigan bo'lsa, daraxtda mana shu vitamin yetishmovchiligi, ya'ni gullagan paytida gulni g'o'raga o'tkazish paytida elementlar yetishmovchiligi yuzaga keladi. Shuning uchun qo'shimcha vitaminlar, ya'ni biz doim aytamiz, buton, kemiralux degan dorilarimiz va MPKlardan foydalanib sepib turinglar deymiz. Sepish muddati shu 5 kun oralig'ida, misol uchun bugun buton sepadigan bo'lsangiz, buton o'zi bir pachkasi 10 gram bo'ladi. Buni 10 litr suvga bemalol foydalansangiz bo'ladi. Kemiralux bo'lsa, adashmasam 300 gram bo'ladi. Buni 10 litrga 30 gramdan foydalansak bo'ladi. Demak, bu vitaminlarimiz, ya'ni MPK, buton, kemiralux vitaminlarimiz bu mana shu gullarimizni ushlash foizini ozgina bo'lsa ham balandlatib beradi. Ya'ni misol qilib aytadigan bo'lsam, 100% bitta limon 100% gullaydigan bo'lsa, shundan 10% ushlaydigan bo'lsa, biz sepadigan qo'shimcha vitaminlarimiz buni 12, 13, 15% gacha ko'tarib berishi mumkin. Sabab o'sha vitamin yetishmovchiligi, ya'ni elementlar yetishmovchiligini biz oldini olgan bo'lamiz. Bu mana shu limon haqida yozilgan kitoblarda aynan limon daraxtini ayol kishiga o'xshatgan, ya'ni 9 oyda mevasi pishadi. Aynan shu gullagan paytidan g'o'raga o'tadigan paytida o'sha elementlar yetishmovchiliklari kuzatiladi. Ya'ni mana shu homilador ayollarda ham yuzlarida dog' tushib, ya'ni o'zidagi o'sha nasam bo'ladi, vitaminlarni, ya'ni ozuqalarni shu farzandga o'tkazish jarayoni bo'lgani uchun yuzlarda dog' paydo bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqangi narsa, ya'ni vitamin yetishmovchiligi bo'lgani hisobiga buni ham mana shu paytda oziqlantirib turishimiz kerak bo'ladi. Endi keyingi masala, dehqonkalar, limon daraxti yangi atroska chiqaryapti va gullayapti. Bu degani shiralar tushadi degani. Ya'ni
yangi chiqaradigan mana bu atroskalarimiz va gullarimiz o'zidan shu shira tarqatgani uchun, ya'ni ifor tarqatgani uchun bunga mana shu shiralar yopishib oladi. Bu oddiy ko'k shira va qora shiralar. Bularni sizlarga zararini aytib ketadigan bo'lsam, ba'zi bir shu agronomlar deymizmi, dehqonlar deymizmi, xullas gullagan paytida ximikat sepmanglar deyapti ekan. Lekin shira bu eng shu hasharotlar ichida eng nozigi va zaifi bo'ladi. Lekin shu bilan bir qatorda daraxtga tushgandan keyin, ya'ni guliga yoki mana shu yangi atroskalarga tushadigan bo'lsa, gulini aytib o'tib ketay. Guliga tushadigan bo'lsa, bu mana shu gulini ozuqasi bilan, ya'ni oziqlangani uchun gullarni zaiflashtirib qo'yadi. Ya'ni gullash paytidagi gullash zaiflashadi. Vaholanki buni ozuqasi bilan u hayot kechirgandan keyin gullar ushlash foizi kamayadi va shira haddan tashqari ko'payib ketadigan bo'lsa, gullarni tashlab yuborish ehtimollari ham bo'lgani uchun bu paytda oddiy insetsit dorilardan, ya'ni Nurelni o'zini 5-6 xil turi bor. Ya'ni Nurel D'si bor, Nurel o'zi bor, Nurel Gold'i bor va hokazo. Mana shunaqangi, ya'ni insetsit Nurel, Muz bilan, Entas bilan mana shulardan foydalansak, guliga hech qanaqangi zarari yo'q. Aynan mana shu yerda ham ishlab turilibdi. Ya'ni mana shu gullariga sepib turilibdi. Hozir telefon bo'lib qoldi, gaplashay. Xo'p, dehqon akalar, aynan mana shu ko'rib turgan limonlarimizda ham mana gullarini ko'rib turibsizlar. Bularga ham shu shiralarni oldini olish uchun bir haftada bir marta mana shu Nurel yoki Entas bilan yoki Muz bilan foydalanib turilibdi. Chunki 2 yildan beri o'zim qarayman. Mana shakl jihatidan va taglarini ham mana ozgina ochib berganmiz, tag qismlarini ham ko'rishlaring mumkin. Bularga ham mana shu shirani oldini olish uchun albatta mana shu kimyoviy dorilardan, ya'ni insetsit dorilardan foydalanib turibmiz. Sababini yuqorida aytib o'tib ketdim. Xo'p, keyingi yana sizlardan eng ko'p keladigan savollardan yangi chiqqan atroskalar gullaydimi degan savol bo'lyapti. Mana dehqon akalar, sizlarga shuni ko'rsatib ketay. Mana shu yerdan yangi chiqyapti. Mana shu yerda mana gullarini ko'rib turibsizlar. Ya'ni bu degani biz shu yashil shakllantirishda sizlarga har doim aytib o'tib ketyapmiz. 20-25 santida chimdish kerak. Ungacha bu mana hozir mana shu chiqsa 10 sant chiqadi, lekin mana anchagina guli bor. Demak, 20-25 bo'lganda mana ko'rishlaring mumkin. Uni ham ko'rsatib ketaman. Mana shu yerdan chiqyapti va ana hozir bir qarishdan uzun. Shu paytda mana shu yerdan chimdib qo'ysak bo'laveradi mana shu holatda. Demak, shu katta bo'lgandan keyin, ya'ni 25 santiga borgungacha bu gullaydiganini bemalol ko'rishingiz mumkin. Agar gullamaydigani bo'lsa 25-20 santida bemalol chimdib qo'yishingiz mumkin. Bu haqida ko'p video qilganmiz. Ya'ni yashil shakllantirish bu shoxlarni ko'paytirib beradi va shu bilan birgalikda meva massasini oshirib beradi. Mana shu yerda ham zelen obreskalari vaqtida bo'lgan. Shuning uchun gul massalarimiz juda chiroyli holatda. Mana shu ham ko'rib turibsizlar. Mana anchagina gul nimalari bor. Ya'ni yangi chiqqan kichkinagina yangi nimalarda ham, shoxchalarda ham, atroskalarda ham gullari bor va mana eski ona shoxlarimiz, bularda ham gullari juda chiroyli holatda ushlashni ham boshlagan. Mana shu holatda mana limonlarimiz gullab mevalar beryapti. Xo'p, ko'p keladigan savollarga qo'limdan kelgancha javob berdim degan umiddaman. Pastdan nomerlar qoldiramiz. Dehqon akalar, sizlardan iltimos to'g'ri tushuninglar. Faqat ish vaqtimizda javob beramiz deganimiz bu ertalab soat 8 dan 6 gacha. Chunki bir kunda 30-40 ta odam bilan gaplashamiz. Shuning uchun biz ham insonmiz, biz ham charchab qolamiz. Shuning uchun shu ish vaqtimizda ertalab soat 8 dan kechki payt 6 gacha telefon qilib savol beradigan bo'lsalaring, qo'limizdan kelganicha javob berishga harakat qilamiz.
Xo'p, mana shu dehqongalar kelib ko'rib, xudo xolasa sizlardan eng ko'p keladigan savollarga javob berib o'tdim degan umiddaman. Mana yangi shoxchalarimizda ham mana gullarini ko'rishlaring mumkin. Yana bir narsa, yuvsak bo'ladimi degan narsa ham bor. Keyin hozir keladiganimda ham adashmasam Qashqadaryodan bir akamiz telefon qildi. Yomg'ir ko'rsatyapti deb. Yomg'ir yoki suv bilan yuvish bu limon guliga ziyoni yo'q. Faqatgina do'l bo'ladigan bo'lsa, bilamiz, do'l kuch bilan, bosim bilan yoqqani uchun gul ochilgan paytida gullarni uzib yuborishi mumkin. Shuning uchun setka, ya'ni 75%lik setka bo'ladigan bo'lsa, bu qisman shu do'lni keladigan udarni to'xtatib beradi. Lekin yomg'ir buni cho'miltirish, guliga ziyoni yo'q. Mana dehqongalar oddiy mana shu chiqargan kichkinagina shoxchamizda ham mana shunda ham gullari bor. Mana gullarini ko'rib turishlaring mumkin. Mana shular, mana shu zelyonni obreskadan keyingi holatlar. Mana shu eski kesilgan joyi mana. Undan keyin chiqaradigan shoxlarda mana bu gullarimiz mana. Xo'p, dehqongalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, sizlardan keladigan savollarga rasm yoki video orqali yuborsalaring, javob berishimiz osonroq bo'ladi. Xudo xolasa erta yo indin parkentga boraman, ya'ni 1 gektarlikka qaraymiz. O'sha yerga borib, u yerda ham holatlarni ko'rsatib berib ketaman. O'zi limon daraxti, yana bir savolga javob berib ketay. Limon daraxti aprel oyida gullashi kerak. Ya'ni uning uchun o'sha biz doim videolarda aytib boramiz, qishki kunida ichkaridagi havoni almashtirib turish kerak bo'ladi. Mana shunaqangi ishlarni qiladigan bo'lsak, limon daraxti sekin astalik bilan shu aprel oyiga to'g'rilab gullarni chiqaradi va aprel oyida tepadagi salaqanimiz ochiq bo'ladi. Gullagan gullarimiz bemalol ko'pgina foizini ushlashi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta dehqon akamizni mehnatlariga like bosib, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirib ketasizlar. Sog' bo'linglar.